51. Dana olimlar bilan munosabat qilish haqida. Yana bir tabaqa donolar va olimlardir. Ularning ilmi xalqning yo'lini yo'ritadi. Ularni bak yaxshi ko'rib, so'zini qadrla. Oz ko'p bo'lsa-mu, ularning bilimini o'rgan. Ular yaraydigan va yaramaydigan ishlarni ayirib, tushunib, to'g'ri yo'l tutadigan pok kishilardir. Zihin qo'yib ilmlarni o'rgan, bilganlarni bilib ol. Moddiy narsalar bilan yaxshilik qil, qo'g'da til takkuzma. Bular haqiqat dinning tayanchidir. Ularning bilimi chin shariatning asosidir. Dunyoda olim donolar bo'lmagan bo'lsa, yerda meva tikilib, ziroatlar unmagan bo'lar edi. Ularning ilmi xalqqa mash'al bo'ldi. Kechida mash'al yo'risa, yo'lovchi azmaydi. Mollaringdan bahramand qil, shirin so'zla. Osh taom yegizgin, kulib xizmatini qil. Qo'pol so'z qilma, qoyima, ayminib muomala qil. Qo'pol so'z ularning vujudini zaharlig'ichi o'g'idir. Tiling bilan qo'pollik qilma, qoyima, osh taom yegiz. Ularni qadrla, izzat qil, ko'tir. İlmlerini angla, amalda ishlat, g'ayvat qilma. Mijoz xulqini, ish harakatlarini yomon dema. Ulardan sana kerak bo'ladigan ilmdir. Ular haqiqatga yetishning yo'lini aytib beradi. Bularni go'yo qo'y podisining sarkisi deb hisobla. Sarka qo'y podisini boshlab to'g'ri yo'l bilan mangadi. Bular bilan aralashqin, yaxshi o't, ikki dunyolikda sana baxt yor bo'ladi.